Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yuborma bil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yuborma bil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Kinoda yashayapmiz, bor shunaqa jinni ishlayapti. Do'stlar, siyosatga aralashmanglar, akalar. Siyosatdan gapirmanglar. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokamaga sabab bo'lgan videolardan biri. Bu narsani 3 kunmi oldin ko'rdim, 2 kun oldinmidi? Bu tarqalmasa kerak, uncha o'tbetda ko'rsatmay chiqadi dedim. Bugun hamma joyda aylanib yuribdi. Kunuzda ham chiqsa kerak hali. Bular esa Teacher Azam va Tayson tog'aning videolaridir. Men shunchaki ovqat yeyishni bilaman, qo'y boqib, mol boqishni bilaman, akalar. Unaqalar. Teacher Azam Amerika urush faxriysi haqidagi videosi juda ko'p muhokamaga sabab bo'ldi. Bundan so'ng Tayson tog'aning so'zlari joy olgan. Qaralaring Guinness kelyapti. Qara, hech kim o'girilmayapti-da, ko'ringlar. No one wants to fight for Israel! Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni samimiy bayon eting. Kinoda yashayapmiz, bor shunaqa jinni ishlayapti. AQShda Eron urushi bo'yicha yig'ilish bo'lgan. O'sha yerda Brian McGinnis, o'zi urush veterani kirib, qarshilik bildirgan. Videoni ko'ringlar. Israel is the reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. This is wrong. And nobody wants to fight for Israel. Bu narsani 3 kunmi oldin ko'rdim, 2 kun oldinmidi? Bu tarqalmasa kerak, uncha o'tbetda ko'rsatmay chiqadi dedim. Bugun hamma joyda aylanib yuribdi. Kunuzda ham chiqsa kerak hali. Eng jinni joyi o'sha yerda hamma o'tirgan o'sha siyosatchilar yoki o'sha hukumat ishlaydiganlar tomonga kamera qaratilganda, qaralaring Guinness kelyapti. Qara, hech kim o'girilmayapti-da, ko'ringlar. No one wants to fight for Israel. Control your Senate committee. Look at you guys, you're robots! You won't even look back! Look at you guys, you're like robots! O'sha paytda men yana bir bor tushundim, hech qanaqa rivojlangan davlatda boshqacha, rivojlanmaganda boshqacha unaqa emas. Qudrat oldida hamma bosh egadi. Hamma. Aka hozir xalq qahramoni bo'lib ketganlar, videolari milliondan ko'p layklar yig'yapti. Hamma muhokama qilyapti. Hech kim endi bu narsani bekita olmayapti. Bizga mana shunaqa odam kerak edi. AQShga ham, dunyoga ham. Do'stlar, siyosatga aralashmanglar, akalar. Siyosatdan gapirmanglar menga. Men bilmayman hech narsa. Men bilmayman. Menga siyosatdan unaqa narsalardan savol bermanglar, do'stlar. Men bilmayman, tushunmayman. Unaqa narsalarni men bilmayman, o'qimaganman, tushunmayman. Men shunchaki ovqat yeyishni bilaman, qo'y boqib, mol boqishni bilaman, akalar. Unaqalar siyosat narsalardan menga savol bermanglar, akalar. Bilmayman, nima bo'lyapti, tinchlik, hamma joy. Osmonimiz musaffo. Yurtimiz tinch. Qishlog'imiz tinch. Samarqand vaqti bugun yomg'ir